Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, efirda futbol olami ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimiz odatda Superliga hamda Kubok bahslariga bag'ishlanadi. Lekin biz uni bugun milliy terma jamoamizga bog'liq ma'lumot bilan boshlamoqchimiz. Sababi 5-dekabr kuni tarixiy voqea sodir bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washington shahrida 2026-yilga bo'lib o'tadigan Jahon chempionati final turniriga qur'a tashlandi va unda ilk marotaba O'zbekiston terma jamoasi ishtirok etdi. Milliy jamoamiz o'z guruhida Portugaliya, Kolumbiya hamda saralash bahslarida g'olib chiqqan jamoa bilan to'qnashadigan bo'ldi. Yana yarim yildan so'ng boshlanadigan mundialni intiqlik bilan kutamiz va unda ilk bor ishtirok etadigan jamoamizga omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Xuddi o'sha kuni, ya'ni 5-dekabr sanasida Qo'qon va Qarshi shaharlarida O'zbekiston Superligasi play-off o'tish o'yinlari bo'lib o'tdi. Teng kurashlar ostida kechgan bu uchrashuvlarning ikkalasida ham g'olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Dastlabki lavhalarimiz ana shu o'yinlar haqida. Superligada 12-o'rinni egallagan Qo'qon 1912 jamoasi o'z maydonida Xorazm klubini qabul qildi. 5 kun avval Superliganing so'nggi turida So'g'diyonani qabul qilgan qo'qonliklar hech qayerga ketmadilar va shu yerning o'zida play-offga tayyorgarlik ko'rdilar. Bosh murabbiy Bahromjon Haydarov g'alaba qozongan tarkibni o'zgartirmaslikka qaror qildi va boshlang'ich tarkibni shundayligicha qoldirdi. Xorazm esa Urganchdan Qo'qonga uzoq yo'l orqali yetib keldi. Bitta plyus tomoni tulporlar so'nggi turda amaldagi chempion Neftchini mag'lub etgandi va Qo'qonga ham jangovar kayfiyatda tashrif buyurdi. Jamoa safida ikkita yo'qotish bo'lib, jarohatlari tufayli Vladimir Bubanya va Rustamjon Abduhamidov jamoaga yordam bera olmasdi. Xorazm ustozi Hakim Fuzaylov ham hamkasb singari g'alabali tarkibni o'zgartirmaslikka qaror qildi. Uchrashuvda hisob 10-daqiqadayoq mehmonlar tomonidan ochildi. Ular standart vaziyatni golga aylantirishdi. Burchakdan o'yinga kiritilgan to'p mezbon himoyachi Georgadze oyog'iga kelib tushdi. Uning oldida ikkita tanlov bor edi. To'pni jarima maydonchasidan uzoqlashtirish yoki uni maydon tashqarisiga chiqarib yuborish. Lekin gruziyalik legioner 3-yo'lni tanladi va to'pga shunchaki oyog'ini qo'ydi. Koptok raqib o'yinchisiga kelib tushdi va Azizjon Ahrorov yaqin masofadan kuchli zarba bilan darvozani ishg'ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Oradan 8 daqiqa o'tib maydon egalari hisobni tenglashtirishga juda yaqin keldilar. Darvozabondan qaytgan to'p to'g'ri Husanovga yetib kelgandi. Biroq u yaqin masofadan noaniq zarba yo'lladi va vaziyatni ko'kka sovurdi. Bo'lim so'ngida Hasanovning zarbasini mehmonlar posboni Muhammadjonov qiyinchilik bilan qaytardi. Birinchi bo'lim mehmonlarning hisobdagi ustunligi bilan yakun topdi. Tanaffusda mezbonlar safida bitta o'zgarish kuzatildi. Gvazava o'z o'rnini Kondratyukka bo'shatib berdi. Keyingi o'zgarishlar ikkinchi bo'lim o'rtalarida amalga oshirildi. Haydarov Husanovni Gadoyevga almashtirgan bo'lsa, Fuzaylov Shoyqulov va Yejevni o'yindan oldi va ular o'rniga Toshpo'latov hamda Ismoilovni maydonga tushirdi. 71-daqiqada qo'qonliklar hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Ular ham standart vaziyatdan unumli foydalandilar. Burchakdan uzatilgan to'p to'g'ri Abror Karimovga kelib tushdi va u ajoyib zarba bilan darvozani ishg'ol qildi. Eslatib o'tamiz, Karimov OKMKga tegishli bo'lib, Qo'qonda ijara asosida to'p surmoqda va himoyachi bo'lishiga qaramasdan bir necha gollar bilan jamoaga yordam berdi. Mehmonlar himoyachisi Otaxonov to'pni qaytara olmagani va zarbaga imkon bergani esa tushunarsiz bo'ldi. Shundan so'ng ikkala jamoa murabbiylari ham navbatdagi o'zgarishlarga qo'l urdilar. Mezbonlarda Salimov va Hasanov o'yindan olinib, ular o'rniga Yoqubov hamda Fazliddinov maydonga tushgan bo'lsa, mehmonlarda Ahrorov va Samiyev o'z o'rnini Abdullajonov hamda Bobojonovga bo'shatib berdi. Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakun topdi va g'olibni aniqlash uchun ekstra taymlar belgilandi. Ushbu tanaffusda mezbonlar safida yana bir o'zgarish bo'lib, Akramov Hakim bilan almashtirildi. Fuzaylov esa kubok reglament imkoniyatlaridan foydalanib, qo'shimcha bo'limlarda 6-almashtirishdan ham foydalandi. 100-daqiqada u darvozabon Muhammadjonovni Patapovga, shuningdek Azimovni Saidxonovga almashtirdi. Uchrashuv oxiriga borib, nafaqat futbolchilar, balki bosh hakam Akobir Xo'ja Shukrullayev ham charchab qoldi va 120-daqiqani ham kutmasdan o'yinni to'xtatib, penaltilar seriyasiga navbat berdi. Bu seriyada qo'qonliklarda tajriba bor edi. Aynan penaltilar seriyasida ular o'tish o'yinida Metallurgni yengib, Superligaga yo'l olgandilar. O'sha o'yinda darvozabon Azizxon Isoqov ikkita penaltini qaytarib, jamoasi g'alabasiga katta hissa qo'shgan edi. Seriyani birinchi bo'lib mehmonlar boshlab berdilar va Bobojonovning zarbasini Isoqov qaytarishga erishdi. Toshdemirov va Ismoilovning zarbalari aniq bo'ldi. Malikjonovning zarbasini esa Patapov qaytardi va imkoniyatlarini tenglashtirdi. Tursunqulov, Gadoyev, Otaxonov, Yoqubov va Husinovlar ham mo'ljalda adashmadi. 20 yoshli Fazliddinov hayajonlandi shekilli, uning zarbasini Patapov qaytardi.
Yosh futbolchi yuzini berkitib yerga egildi. Sababi jamoasi mag'lubiyatga uchragandi. Lekin uning baxtiga hakamlar yordamga kelishdi. Zarbadan so'ng qanot hakami Azamov bayroqchasini ko'tardi va posbon chiziqdan tashqariga chiqib ketganini ifodaladi. Shukrullayev zarba qaytadan tepilishini belgiladi. Patapov har qancha ruhiy bosim o'tkazmasin, Fazliddinovning ikkinchi zarbasi aniq bo'ldi va hisob yana tenglashdi. Bu endi mehmonlar ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatdimi? Abdullajonovning zarbasi ham mo'ljalga yetib bormadi. Isoqov ushbu seriyada ikkinchi bor zarbani qaytardi va jamoasi g'alabasi uchun yana katta hissa qo'shdi. So'nggi zarbada Haydarov bor vujudini kuchli zarbaga qaratdi va darvozani ishg'ol qilib, bahsga nuqta qo'ydi. Penaltilar seriyasida 5-4 hisobda g'olib chiqqan Qo'qon 1912 jamoasi Superligada o'z o'rnini saqlab qoldi. Eng qizig'i, chempionat yakunlanishiga yaqin viloyat hokimi Qo'qon 1912 jamoasi a'zolari bilan uchrashib, keyingi mavsumda shunqorlar sovrindorlar qatoridan o'rin olishi vazifasini qo'ygan edi. O'sha paytda qo'qonliklarning hali Superligada qolishi katta so'roq ostida edi. Bordi-yu ular bugun mag'lub bo'lganida Pro Ligaga tushib ketmasligi uchun kurashni davom ettirishardi. Lekin omad ularga kulib boqdi va Qo'qon 1912 Superligadagi o'rnini saqlab qoldi. Shu bois ham ular ushbu g'alabani chempionlarga xos nishonladilar va mushakbozlik ham bayram shukuhini ifodaladi. Xorazm esa play-offning ikkinchi bosqichiga yo'l oldi va endi elitada o'z o'rnini saqlab qolish uchun 10-dekabr kuni Buxoroda mezbonlarga qarshi maydonga tushadi. Ko'pchilik klublar o'zlari sharoit yaratib bermagandan so'ng aybni jamoadan izlaydilar va murabbiyni almashtiradilar. Outsiderlar qatorida borayotgan Mashal, Buxoro va Sho'rtanda ana shunday bo'ldi. Mashalni Asror Aliqulov birinchi davrada 15 uchrashuvda 4 g'alaba, 3 durang va 8 mag'lubiyat bilan 12-o'rinda egallagan edi. Uni almashtirgan Otabek Narzullayev ikkinchi davrada ham 15 ta o'yinda xuddi shunday natija, ya'ni 4 g'alaba, 3 durang va 8 mag'lubiyat bilan 13-o'rinni egalladi. Natijada Muborak jamoasi play-off ishtirokchisiga aylandi. Mavsum davomida o'z maydoniga ega bo'lmagan Mashal play-offni ham Qarshi shahrida o'tkazishiga to'g'ri keldi. Jamoa safida bitta yo'qotish bo'lib, sariq kartochkalar soni 4 taga yetgani bois, chap qanot himoyachisi Ergash Ismoilov ushbu bahsni o'tkazib yuborar edi. So'nggi turdagi Olmaliqdagi o'yin bilan solishtirganda Zafarbek Akramov hamda Sardor Abdurayimov zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Muhammadali Aliqulov, Avazxon Mamatxo'jayev hamda Islom Sharipovlar asosiy tarkibdan joy oldilar. Buxoro safida ikkita yo'qotish bo'lib, diskvalifikatsiya tufayli Yosep Tamashevich va Javohir Ro'ziyev play-off bahsida jamoasiga yordam bera olmasdi. Superliganing so'nggi turidagi hech narsani hal qilmaydigan Surxon bilan o'yin uchun tarkib belgilaganda Aleksandr Xamikov aynan play-offni nazarda tutgan ko'rinadi. Sababi boshlanish tarkibda keskin o'zgarishlarni amalga oshirdi. Hali mavsum tugamasdan Neftchi bilan shartnoma tuzishga ulgurgan Izzatilla Po'latov, shuningdek Anvarjon Jo'rayev, Bilol To'pliyev va Nodirjon Ahmadjonov zaxirada qoldi. Marko Kolakovich, Frani Ikich, Muhammad Yo'ldoshev, Ravshan Xayrullayev, Frani Chiryak hamda Dominik Begich dastlabki 11talikka kiritildi. Buxoro hujum chizig'i Amonov, Tapadadze, Begich nomdor uchligidan tashkil topgani sababli Mashal ustozi 5 nafar himoyachi bilan o'ynashga qaror qildi va 5-3-2 sxemasini tanladi. Oldingi chiziqda Murtazoyev, Umar juftligi harakat qilishi belgilandi. Buxoroda esa sxema 5-2-3 ko'rinish oldi. Birinchi bo'lim teng kurashlar ostida kechdi. Unda golga tortadigan yaqqol vaziyatlar sodir bo'lmadi va darvozalar daxlsizligi saqlanib qoldi. Tanaffusda Narzullayev ikkita o'zgarishni amalga oshirdi. Aliqulov va Murtazoyevni o'yindan olib, ular o'rniga Akromov hamda Murodovni maydonga tushirdi. Ikkinchi bo'limda Sharipov va Umarni Abdurayimov hamda Nurdinovga almashtirdi. O'yin durangga qarab ketayotganini his qilgach, darvozabonni ham almashtirishga qaror qildi. Bu xoynoqoy penaltilar seriyasi bilan bog'liq bo'lsa kerak. To'xtaboyev o'z o'rnini Hamroyevga bo'shatib berdi. Xamikov esa ikkinchi bo'limda faqat ikkita o'zgarishga qo'l urdi. Kolakovich va Amonovni o'yindan olib, ular o'rniga Ahmadjonov va To'pliyevni maydonga tushirdi. 85-daqiqada mehmonlar g'alabani ilib ketishlari mumkin edi. Burchakdan to'p o'yinga kiritilgandan so'ng bosh bilan yo'naltirilgan uzatma Begichga yetib kelgandi. Biroq Dominik buni kutmaganida chog'i 1 metr masofadan to'pga oyog'ini tekkiza olmadi. Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi va ekstra taymlar belgilandi. Unda murabbiylar so'nggi o'zgarishlarni amalga oshirdilar. Mezbonlarda Muzaffarov o'z o'rnini Baratovga bo'shatib bergan bo'lsa, mehmonlarda Jo'rabekov, Yo'ldoshev va Xayrullayev o'yindan olinib, ular o'rniga Po'latov, Jo'rayev hamda No'monovlar maydonga tushdi. 113-daqiqada buxoroliklar yana g'alabani ilib ketishga yaqin keldilar. Lekin To'pliyevning zarbasidan so'ng mezbonlarni darvoza ustuni qutqardi. O'yin tugashiga 5 daqiqa qolganda ular darvozani ishg'ol ham qildilar. Lekin o'yindan tashqari holat qayd etilgani sababli gol inobatga olinmadi. 124 daqiqa davom etgan to'qnashuvda hisob ochilmadi va g'olibni aniqlash uchun penaltilar seriyasiga murojaat qilindi.
Uni mehmonlar boshlab berishdi. Tapatazzi, keyin esa Abduraimovning zarbalari aniq bo'ldi. Begic darvozaning burchagini mo'ljalga olgan edi, lekin Mashal posboni Hamroyev to'p yo'nalishini topdi va uni qaytardi. Jo'rayev jamoasini oldinga olib chiqdi. Ikichning zarbasidan so'ng to'p to'singa tegib, osmonga uchdi. Nuriddinov mo'ljalni aniq olib, hisobdagi farqni oshirdi. Chirakning zarbasini Hamroyev qaytardi va jamoasini Superligada qoldirdi. Murabbiyni penaltilar seriyasi uchun posbonni almashtirgani o'z samarasini berdi va Mashal elitada o'z o'rnini saqlab qoldi. Buxoro Superligada o'z o'rnini saqlab qolish uchun 10-dekabr kuni play-offning ikkinchi bosqichida Xorazm bilan kuch sinashadi. Musobaqa jadvalida buxoroliklar bir pog'ona yuqorida joylashganlar sababli uchrashuv ular maydonida bo'lib o'tadi. Kuzning so'nggi kunida ushbu mavsum Superligasi o'z nihoyasiga yetdi. Chempion, sovrindorlar va play-off ishtirokchilarining so'nggi 2 turda aniqlangani bu yilgi Superliga raqobatdosh bo'lganini anglatadi. Bunga ko'rsatuvimiz joriy yilda so'nggisi bo'lgani sababli biz Superligada qatnashgan 16 klub ishtirokida o'z fikrlarimizni bildirib o'tamiz. Ularga qo'shilish yoki qo'shilmaslik sizning ixtiyoringiz. Farg'onaning Neftchi klubi faoliyatini 3 ga ajratsa bo'ladi. Dastlabkisi 1992-2006 yillarda o'z ichiga olgan oltin davr. Bu 15 yillikda Neftchi 5 bor mamlakat chempioni va 8 bor vitse-chempionlikni qo'lga kiritgan. Shuningdek, 2 marta mamlakat kubogi sohibiga aylangan. Keyingisi 2007-2024 yillar oralig'idagi turg'unlik davri. Bu orada jamoa faqat bir marta 2008-yil bronza medali bilan taqdirlangan. 2010-yil 10-o'rin, 2016-yil 11-o'rin va 2017-yil 15-o'rinlargacha tushib ketgan. 2018-yil esa so'nggi o'rinni egallab, quyi ligaga ravona bo'lgan. 2021-yil Pro Liga g'olibi bo'lgan Neftchi yana kuchlilar safiga qaytdi. 2022-yil 9-o'rinni egan farg'onaliklar keyingi 2 yil 5-o'ringacha ko'tarilishdi. Nihoyat bu yil Neftchi umumiy hisobdagi 6-chempionlikni qo'lga kiritdi va bu yog'iga yangi davr boshlandi. Yangi davrga poydevor esa 2022-yil qo'yilgan. Bu quyidagicha amalga oshirilgan. 2020-yil sentyabr oyida Xayrullo Bozorov Farg'ona viloyatiga hokim bo'lib tayinlandi. U avvalgi ish joyi Namangan viloyat hokimi paytida futbolga qiziqishi va e'tibori bilan barchaga ma'lum edi. Jumladan Namangan ahli ushbu rahbarning futbolga bo'lgan e'tiborini hanuzgacha eslaydi. Bozorov Farg'onaga kelganda esa viloyatning bosh jamoasi Neftchi Pro Liga musobaqasida ishtirok etardi. Rahbarning birinchi maqsadi Chorli klubni kuchlilar safiga qaytarish bo'ldi. Kelasi yilning o'zida farg'onaliklar Pro Liga g'olibiga aylanishdi va Superligaga yo'l olishdi. Bozorovning tavsiyasi bilan mahalliy tadbirkor Mansurjon Toshmatov Neftchi klubi bosh direktori etib tayinlandi. Klub infratuzilmasi yaxshilash borasida ishlar boshlandi, lekin jamoa kuchlilar safida qiynaldi. Birinchi davrada Ilhom Mo'minjonov boshchiligida yo'lbarslar 13 o'yinni bor yo'g'i 2 tasida g'alaba, 5 durang va 6 mag'lubiyat qabul qilib olgan holda yana quyi ligaga ravona bo'lish arafasida edilar. Davralar oralig'ida tashkiliy masalalar ko'rib chiqildi va Mo'minjonov iste'foga chiqarildi. Uning o'rniga tojikistonlik mutaxassis Vitaliy Levchenko bosh murabbiy etib tayinlandi. U boshchiligida Tojikistonning Istiqlol klubi qatorasi 2 bor mamlakat chempioni bo'lib, Osiyo Chempionlar Ligasida ham munosib ishtirok etgan edi. Levchenkoning aynan xalqaro musobaqadagi tajribasi Bozorovga ma'qul keldi. Shu bois klub rahbariyati tojikistonlik mutaxassisga uzoqni ko'zlovchi loyihani taqdim etdi. Bu yil jamoani kuchlilar safida olib qolish, keyingidan sovrinli o'rinlarga harakat qilish, so'ngra mamlakat chempionligi va OCHLda ishtirok etish. Buning uchun kerakli mablag' va kuchli tarkib va'da qilindi. 2022-yilning ikkinchi davrasida dastlabki vazifa uddalandi. Neftchi Superligada 9-o'rinni egalladi va elitada o'z o'rnini saqlab qoldi. 2023-yil oldidan tarkib kuchaytirildi. Klub Umar Adhamzoda, Mirzoxod G'ofurov, Anvarjon G'ofurov, Nurullo To'xtasinov, Lutfulla To'rayev, Diyorjon Turopov, G'ulomhaydar G'ulomov, Fozil Musayev, Abbos G'ulomov, Murodbek Bobojonov singari nomdor futbolchilar. Shuningdek, tojikistonlik Zoir Jo'raboyev, ukrainalik Andrey Mishenko va Oleksey Larin hamda gruziyalik Tomo Tapatadze kabi legionerlar bilan shartnoma imzoladi. 2023-yil Neftchi Superligada yaxshi qatnashdi. Faqat Levchenkoning ehtiyotkorligi tufayli duranglar ko'payib ketdi. 26 uchrashuvning 11 tasida g'alaba qozongan farg'onaliklar 12 bahsni durang bilan yakunlashdi va 5-o'rinni egallashdi. Ikkinchi o'rindagi Nasafdan bor yo'g'i 3 ochko kam to'plandi xolos. Keyingi jamoa oldiga sovrindorlar qatoridan joy olish vazifasi qo'yildi. Tarkib yanada kuchaytirildi. Botirali Ergashev, Sanjar Quvvatov, Muhsinjon Ubaydullayev, Jasurbek Jaloliddinov, Javohir Qahramonov, Sanjar Qodirqulov, Bilolxon Toshmirzayev,
Husayn Norchayev, Shohruz Norxonov, shuningdek serbiyalik Boyan Tsiger, moldovalik Katarin Karp, tojikistonlik Manucheg'ir Safarov, ruminiyalik Mixail Roman hamda nigeriyalik Nusungusi Efyon singari futbolchilar bilan shartnoma imzolandi. Naqd 14 nafar yangi futbolchi. Avvalga taklif qilinganlar ko'pchiligi klubni tark etdi va yana yangi jamoa tuzishga kirishildi. Asosiy tarkibdan hammaga joy topib berishning iloji yo'q edi. Shu bois noroziliklar ham boshlandi. Jaloliddinov va Norchayevning Farg'onani barvaqt tark etganining sababi ham shunda. Shunga qaramasdan jamoa 2024-yil ham chempionatda munosib ishtirok etdi va deyarli sovrinli o'rinlarni ko'tarildi. Deyarli deyishimizning sababi yakunda Navbahor, So'g'diyona va Neftchi bir xil ochko to'pladi va faqatgina qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha Yo'lbarslar 5-pog'onada qoldilar. Ushbu mavsum oldidan Levchenko oldiga faqat chempionlik vazifasi qo'yildi. Buning uchun tarkib yanada kuchaytirish talab etilardi. Bu vazifa bilan shug'ullanish uchun 2 nafar nomdor mutaxassis taklif etildi. Jafar Irismetov bosh menejer, Shahboz Behamov sport direktori etib tayinlandi. Endi yulduzlar Farg'onaga pochkalab kelishni boshladilar. Jumladan o'tgan mavsum Qo'shni Navbahorni chempion qila olmagan yulduzlar ham Farg'onaga ko'chib o'tdilar. Yangi qo'shilgan nomlarga e'tibor bering. Eldorbek Suyunov, Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Shohruz Gadoyev, Jamshid Boltaboyev, Yovan Jokich, Farruh Sayfiyev, Abrorbek Ismoilov, Jamshid Iskanderov, Quvondiq Ro'ziyev, Muhammadalla G'iyosov, Vladimir Yovovich va Zoran Marushich. Buning uchun juda katta mablag' sarflandi. Ish shu darajaga borib yetdiki, ba'zi futbolchilar shartnoma imzolab bo'lingandan so'nggina bosh murabbiy bilan tanishtirildi. Endi Levchenko yangi jamoa tuzishdan tashqari yulduzlar bilan til topish ham talab etilardi. Lekin murabbiy futbolga qarashini o'zgartirmadi. Nomlarga e'tibor qaratmadi va uning ko'rsatmalarini so'zsiz bajaradiganlarni asosiy tarkibga kiritdi. Qolganlar zaxirada qoldi. Neftchi mavsumni qiyin boshladi. Dastlab 3 ta durang va faqat 4-turga kelib ilk g'alaba. Maqsad chempionlik ekani hech kimdan yashirilmagan edi. Muxlislar ham har o'yinda g'alabani kutardilar. Lekin farg'onaliklar 6-turda o'z maydonida Paxtakordan qattiq tarsaki qabul qilib oldilar. 0-tur. Bu juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik Levchenko iste'fosini kutdi, lekin klub prezidenti Bozorov boshqacha yo'l tutdi. U Irismetov va Beg'amovni iste'foga chiqardi. Darvozabonlar murabbiyi Denis Ivankovga ham chiqish eshiklari ko'rsatildi. Birinchi bo'limning o'zida o'z darvozasidan 4 ta to'p olib chiqqan Eldorbek Suyunov qaytib qaydnomaga kiritilmadi. Bu hokim tomonidan qo'llanilgan ilk jazo emas edi. Avvalroq alamli mag'lubiyatlardan keyin Levchenkoning eng yaqin yordamchisi Vladimir Yejurov, keyinroq murabbiylar shtabida endigina ish boshlagan Lutfulla To'rayevga ham chiqish eshiklari ko'rsatilgan edi. Bozorov Levchenkoning qanotlarini qirqdi, lekin o'ziga oxirigacha ishondi va bu borada adashmadi. Ikkinchi davrada Neftchi yanada kuchaydi. Alisher Odilov, Joel Kojo va Silvanus Nemeli singari forvardlar bilan hujum chizig'i yanada kuchaydi. Jamoa ehtiyotkorona mudofaaga qarab o'ynashni davom etdi, lekin mahoratli futbolchilarning individual harakatlari muhim g'alabalarni keltirdi. Neftchi poytaxtda ham Paxtakorga mag'lub bo'ldi. O'z maydonida Bunyodkordan yengildi, lekin endi tengma-teng kurashdi. Eng muhim g'alabalar sifatida bir kishi kam bo'lib Nasafni yengani, Namanganda Navbahor, Samarqandda esa Dinamo ustidan zafar quchganini ko'rsatish mumkin. Ya'ni Neftchi Paxtakordan tashqari boshqa barcha raqobatchilari kuragini yerga tekkizishga muvaffaq bo'ldi. Chempionlikning asosiy omili ham ana shunda. Shuningdek, Farg'ona jamoasi ushbu mavsumda eng ko'p muxlis to'plagan klubga aylandi. Yo'lbarslar o'yinini har bahsda o'rtacha 12 mingdan ziyod tomoshabin bevosita stadiondan kuzatdi. Yana bir e'tiborli tomoni, mablag' faqat asosiy jamoaga sarflanmadi. Neftchining Qirg'uldagi qarorgohi to'liq kapital ta'mirdan chiqarildi va foydalanishga topshirildi. Shuningdek, barcha infratuzilmaga ega akademiya o'z faoliyatini boshladi. Jamoani chempion qilgan Vitaliy Levchenko bilan xayrlashish hayron qoldirmadi. Neftchining oldidagi maqsadlar endi yanada kattalashdi. O'zbekiston chempionligini saqlab qolish, mamlakat kubogini qo'lga kiritish va OCHL elit turnirida munosib ishtirok etish. Bularni amalga oshirish uchun ehtiyotkor emas, ambitsion murabbiy zarur. Klub Farg'ona futbol maktabi tarbiyalanuvchisi Islom Ismoilovni tanladi va u bilan 3 yillik shartnoma imzoladi. Uni bilim va mahoratiga shubha bildirmagan holda bitta xavotirli tomoni bor. Ismoilov 33 yoshda. Jamoada u bilan deyarli tengdosh futbolchilar bor. Masalan, Farruh Sayfiyev, Yovan Jokich, Jamshid Iskanderov, Zoran Marushich, Ikrom Aliboyev, Boyan Tsiger. Ismoilov ularga qanday futbol o'ynash kerakligini o'rgatadimi? Na yosh jihatdan, na mahorat bobida ulardan ustun bo'lmasa. Uning so'kinish va turtishini 17 yoshli shogirdlari ko'tarish mumkin. Katta yoshdagilar bunga ko'nmasligi aniq. Ana shu muammo qanday hal qilinishi bizga qiziq. Nima bo'lganda ham Farg'ona klubini yana bir bor chempionlik bilan muborakbod etamiz va xalqaro musobaqada yurtimiz sharafini munosib himoya qilishiga tilakdoshmiz.
Paxtakor futbol klubi to'laligicha Toshkent shahar hokimligiga tegishli. 2018-yil poytaxtga Jahongir Ortiqxo'jayev hokim etib tayinlanganida Paxtakor 3 yildan beri chempion bo'la olmayotgan edi. O'sha yilning o'zida klubga baquvvat homiy biriktirildi va sherlar qatorasiga 5 yil yana shohsupaning eng yuqorisiga ko'tarildilar. Shuni 2 yili Shota Arveladze boshchiligida amalga oshirilgan bo'lsa, keyin baquvvat homiy klubni tark etdi va klub bu yog'i hokimiyatga, aniqrog'i Ortiqxo'jayevning o'ziga qolib ketdi. Hokim birinchi navbatda jamoa a'zolarining o'ta yuqori miqdordagi maoshlariga e'tibor qaratdi va klub strategiyasini o'zgartirdi. Katta haq olayotgan murabbiy va futbolchilardan voz kechildi va iqtidorli yoshlarga suyanildi. 2023-yil boshida Ortiqxo'jayev hokimlikdan ketgandan so'ng Paxtakor ustida qora bulutlar charx ura boshladi. Klub byudjeti shahar hokimligiga og'irlik qilar va cholli jamoa inqiroz yoqasiga kelib qolgan edi. Lekin Jahongir Obidovich klubni o'z holiga tashlab qo'ymadi. Hokimlikdan ketgan bo'lsa-da, klub raisi sifatida faoliyatini davom ettirdi va uni o'ziga qarashli xususiy korxonalar mablag'larini futbolga ajratdi. Jamoa so'nggi bor 2023-yil chempionlikni qo'lga kiritdi. Bu yog'iga yuqorida aytganimizdek, strategiya o'zgardi. O'tgan yil sherlar 6-o'rin bilan kifoyalandilar. Bu yildan boshlab jamoa oldiga katta vazifalar qo'yildi. Ularni amalga oshirish uchun xorijdan mutaxassis, portugaliyalik murabbiy Pedro Moreira taklif etildi. Uni raisga kim taqdim etgani bizga noma'lum, lekin Moreira choy tashuvchi jim bo'lib chiqdi. Uning qo'l ostida sherlar 14 bor maydonga tushdilar. Shuni yarmisida g'alaba qozongan bo'lsalar, qolgan yarmida mag'lubiyatga uchradilar. Shundan so'ng Moreira shtabi bilan birga iste'foga chiqarildi va uning o'rniga Komoliddin Tojiyev bosh murabbiy etib tayinlandi. U jamoani qabul qilib olganda sherlar Superligada turnir jadvalida 12-o'rinda borayotgandi. Tojiyev qo'l ostida Paxtakor faqat bir marotaba OKMKdan mag'lubiyat qabul qilib oldi. Qolgan barcha uchrashuvlarni yuqori saviyada o'tkazdi va yakunda mavsumni 2-pog'onada yakunladi. Shu bilan birga O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritdi. Sherlar yana xalqaro musobaqaga qaytdilar va keyingi yilda O'chirli 2 turnirda yurtimiz sharafini himoya qiladilar. Paxtakorning eng katta boyligi uning akademiyasidir. Bu maskandan har yili o'nlab iqtidorli yetishib chiqadi. Ushbu mavsumda U21 va U19 musobaqalarida aynan yosh paxtakorchilar g'olib chiqqani ham klub iqtidorlariga boyligini ifodalaydi. Milliy terma jamoaga ham eng ko'p futbolchi aynan Paxtakordan jalb etilgan. 20 ta goli bilan Superliga to'purari bo'lgan Igor Sergeyev ushbu mavsumdagi barcha musobaqalarni qo'shib hisoblaganda 45 bor maydonga tushdi va 29 gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. Ajoyib ko'rsatkich. Superliganing eng yaxshi futbolchisi deb aynan Igor Sergeyev tanlangani ham mavsumning mantiqiy nihoyasi bo'ldi. Biz Sholi Paxtakor yana xalqaro musobaqaga qaytganidan mamnunmiz va jamoaga O'chirli 2 turnirida omad va zafarlar tilaymiz. Qarshining Nasaf klubi o'tgan yil qashqadaryolik muxlislarning orzusini amalga oshirib, ilk bor chempionlikni qo'lga kiritgandan so'ng ishqibozlar jamoadan yangi yutuqlarni kutishgan edi. Lekin 5 ta front, terma jamoa, O'chirli, Superliga, mamlakat kubogi va Superkubokda ishtirok etish ajdarlarga og'irlik qildi. Joriy yilda qarshiliklar faqat Superkubokda g'olib chiqishdi. O'chirlida barcha o'yinlarda mag'lubiyatga uchrashdi. Superligada zo'rg'a bronzaga ilinishdi. Kubok jamoasi deb nom olgan Nasaf ushbu musobaqada 2 yildan beri guruhdan chiqa olmayapti. Bu yilgi pastga sho'ng'ishning asosiy sabablaridan biri seleksiya ishlarida deb ko'rsatish mumkin. Ayniqsa legionerlar masalasida. Nasafda har doim sifatli legionerlar to'p surgan. Lekin ajdarlar bu yil bu masalada oqsashdi. Ukrainalik darvozabon Oleksandr Vorobey ishonchni oqlamadi. Unga kubok musobaqasida debyut qilish imkoni berildi, lekin Paxtakorga qarshi o'yinda u o'z darvozasidan 6 ta to'p olib chiqdi. O'chirida ham uning xatolari jamoaga qimmatga tushdi. Abduh Nematovga raqobat yarata olmagani Nematovning o'ziga ham zarar keltirdi va u ham avvalgi yillarga qaraganda darvozani ishonchli qo'riqlay olmadi. 30 yoshli Vorobey jami 4 o'yinda maydonga tushdi va o'z darvozasidan 12 ta gol o'tkazib yubordi. Bu har o'yinda o'rtacha 3 tadan gol degani. Keldi, ko'rdi, ketdi. Bu ibora Nasafning nigeriyalik legioneri Kingsley Sokariga to'liq mos keladi. 30 yoshli yarim himoyachi kelgan zahoti hali maydon yuzini ko'rmasdan jarohat oldi. Bu holatdan klub zarar ko'rdi xolos. Sababi legionerlar uchun ajratilgan bitta o'rin shunchaki kuydi. Andijonda porlagan albaniyalik Ruben Xibay Nasafda umuman o'z qobiliyatini namoyish eta olmadi va birinchi davradan so'ng klubni tark etdi. Uning o'rniga boshqa albaniyalik Adenis Shalla taklif etildi, lekin u ham jamoaga yordam bergani yo'q. Serbiyalik legionerlar Stefan Cholovich va Dragan Cheran vaqti bilan o'zlarini ko'rsatishdi, lekin ularga barqarorlik yetishmadi. Cheranda yosh faktori ham muhim rol o'ynadi. Asosiy dispetcher Akmal Mazgo'yning transfer qilinishi ham jamoa o'yinini kuchsizlantirdi. Aksiga olib, uning pozitsiyasini egallashi lozim bo'lgan Murodbek Rahmatov ham jarohat olib safdan chiqdi va tayanch yarim himoyasida muammolar ko'p edi.
Salbiy ishtirokning asosiy sabablaridan yana biri Berdiyev jamoasi bu mavsum katta o'yinlarni deyarli yuta olmadi. Qo'shimchasiga 3 ochko olish shart bo'lgan bahslarda ochko yo'qotdi. O'z maydonida Neftchi, Paxtakor va Bunyodkorni mag'lub eta olmagan qarshiliklar safarda Bunyodkor va Dinamo bilan durang qayd etdilar. Neftchi hamda Paxtakorga esa mag'lub bo'ldilar. Chempionlik uchun kurashayotgan jamoaning hal qiluvchi pallada o'z maydonida Mashaldan mag'lubiyat uchrashini esa hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Ro'ziqul Berdiyev tajribali murabbiy va jamoani inqirozdan qay tarzda olib chiqib ketishni yaxshi biladi. Lekin endi hammasi unga bog'liq emas. Klub transferlar masalasida yordam qo'lini cho'zsagina jamoa yanada avvalgi shuhratini tiklash mumkin. Aks holda sho'ng'ish yana davom etishi haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Jamoaning 2 nafar yetakchisi Sherzod Nasrullayev va Oybek Bozorovning Paxtakorga o'tayotgani borasidagi ma'lumotlar fikrimizga dalil bo'la oladi. Taraqqiyot kubogi ta'sis etilgan bo'lganda, u shubhasiz Samarqandning Dinamo klubiga topshirilgan bo'lardi. 2023-yil Pro Ligadan 2-o'rin bilan elitaga yo'l olgan samarqandliklar o'tgan yil 8-chi, bu yil 4-o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldilar. Arslonlar so'nggi turgacha chempionlik uchun kurashdilar va sovrindorlar qatoridan ham joy olishlari mumkin edi. Lekin tajribali murabbiyga shogirdlarining tajribasizligi yetishmadi. So'nggi 2 turda 4 ochkodan mahrum bo'lgan Dinamo sovrindorlar qatoridan tushib qoldi va 2000-yilgi ko'rsatkichini takrorlab, klub tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etdi. Jamoaning so'nggi 4 yildagi natijalari bevosita Vadim Abramov bilan bog'liq. 2022-yil Superligaga chiqqan Dinamo o'sha yilning o'zida yana quyi ligaga tushib ketishi oydinlashib qoldi. Jamoani dastlab xorijiy mutaxassis Fredrik Rogan, keyinchalik Andrey Shipilov boshqardi. Ularning ikkovi ham qoniqarsiz natija ko'rsatgandan so'ng boshqaruv tajribali Abramovga topshirildi. Lekin u ham jamoani qutqara olmadi va samarqandliklar yana quyi ligaga sho'ng'idilar. Shunga qaramay Vadim Karlinovich klubni tark etmadi va o'zim tushirdimmi, o'zim olib chiqaman prinsipi bilan ishlab, keyingi yilning o'zida Dinamo yana kuchlilar safiga qo'shildi. O'shandan beri Abram Samarqandni tark etgani yo'q. Shu yilning 15-noyabr kuni Andijonga qarshi bahs 63 yoshli mutaxassisning Dinamo boshqaruvidagi 100-o'yini bo'ldi. Uning shogirdlari ana shu o'yinlarning 46 tasida g'alaba qozonishgan, 27 bahsda durang qayd etgan va yana shuncha uchrashuvda mag'lubiyat qabul qilib olgan. Dinamo jamoasi 2025-yilgi mavsumda safardagi o'yinlarda eng ko'p ochko jamg'arish bo'yicha tengsiz jamoa bo'ldi. Vadim Abram shogirdlari mavsum davomida mehmon maydonidan jami 15 ta o'yindan 8 g'alaba, 5 durang va 2 mag'lubiyat qayd etib, 29 ochko bilan bu borada birinchi o'rinni egallagan. Klubga baquvvat homiy biriktirilgan va moliya masalalarida muammo yo'q. Tarkib yanada kuchaytirilsa, Abram jamoasi keyingi yil bemalol chempionlik uchun kurashsa bo'ladi. Jamoada iqtidorli yoshlar ham bor. O'tgan yil Anvarjon Hojimirzayev yil kashfiyotiga aylangan edi. Bu yilgi eng yaxshi yosh futbolchi sifatida yil javohiri sovrinini ham Dinamo futbolchisi qabul qilib, uning ismi sharifi Firdavs Abdurahmonov. Superliganing yoshlar ramziy jamoasida u bilan birga yana bir samarqandlik Oybek O'rmonjonov ham o'rin olgan. Klubdagi yagona muammo mashg'ulotlar bazasining mavjud emasligi. Agar bu masala ijobiy hal qilinsa, jamoa o'yini yanada kuchayadi. Aks holda bu natijaga ta'sir o'tkazishi mumkin. O'tgan mavsumda 10-pog'ona bilan tarixdagi eng yomon natijasini qayd etgan Bunyodkor bu yil 2 barobar yaxshi natija ko'rsatdi va 5-o'rinni egalladi. Birinchi davradan so'ng klubning 2 nafar yetakchi futbolchi Odiljon Hamrobekov va Luis Kachori tark etganiga qaramay, qaldirg'ochlar mavsumning qolgan qismini ham munosib o'tkazdilar. Faqat barqarorlik yetishmadi. Yosh ambitsiyali murabbiy Ilyos Zeytullayev jamoa bilan yaxshi ishtirmoqda va unga imkon berilsa, hali natijalar yanada yaxshilanishiga shubha yo'q. Klubda eng og'riqli muammo homiylarning kadrlar masalasiga aralashuvi. So'nggi 3 yilda klub bosh direktori va bosh murabbiy qo'lqopdek almashtirildi. 2011-2012-yil Bahrom Davlatov Bunyodkor bosh direktori lavozimida ishlagan. So'ngra mutasaddilar tekshiruvidan so'ng o'z lavozimidan ketishga majbur bo'lgandi. Keyinchalik yurtimizda muqim ish topa olmay, oilasi bilan AQShga ko'chib ketgan. Joriy yil boshida katta lavozimlardagi tanishlardan biri uni Toshkentda uchratib qolgan va mutaxassis o'zaro suhbatda Bunyodkor akademiyasini rivojlantirish borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashgan. Bu homiy tashkilotdagi rahbarga ma'qul kelgan va mutaxassisga akademiya rahbarligida ish taklif etgan. Buning uchun alohida klub prezidentining akademiya bo'yicha maslahatchi lavozimi ham ta'sis etilgan. Uning oilasi AQShda ekani ham masala mohiyatini o'zgartirmagan. 2 oy Toshkentda, 2 oy sehrli diyordan onlayn ravishda ishlayverasiz degan taklif tushgan. Xuddi To'tepadan qatnagandek. Safar xarajatlari albatta Bunyodkor hisobidan. Shu tariqa Davletov akademiyani o'z qo'liga oldi. Akademiya hisob raqamini klubdan ajratib oldi va alohida qildi. Direktor va uning o'rinbosarini almashtirib, o'z tanishlarini qo'ydi. Huquqshunos va hisobchi lavozimlarini ta'sis etdi. Yil davomida 3 marta AQShga borib keldi.
U faqat akademiyaga qarab qolmadi. Zeytullayevga jamoa o'yinidan noroziligini bildirdi va o'rtada tortishuv chiqdi. Murabbiyni himoya qilgan sport direktori Islom Inomov buning ortidan ishdan ketdi. Faqatgina klub bosh direktori Murod Aliyev xorij safaridan qaytgandan so'ng Inomov yana joyiga qaytdi. Shu tariqa Bunyodkor qozonida ikkita qo'chqorning boshi qaynamoqda. Bir tomonda klub bosh direktori, ikkinchi tomonda esa klub prezidentining akademiya bo'yicha maslahatchisi. Bu nima bilan tugashini vaqt ko'rsatadi. Mirjalol Qosimov OKMKni qabul qilib olgandan so'ng uni o'rtamiyona klubdan yetakchi jamoaga aylantirdi. Uning davrida olmaliqliklar birinchi mavsumda 9-o'rinni egallagan bo'lsa, keyinchalik 4-pog'onadan pastga tushmadi. Ketma-ket 2 bor bronza medaliga sazovor bo'lgan konchilar o'tgan yil tarixda ilk bor kumush medallar bilan taqdirlandilar. Keyin klub strategiyasi o'zgardi. Katta yoshdagi futbolchilarning deyarli bariga javob berilib yuborildi va asosiy e'tibor yoshlarga qaratildi. Yoshlar esa ma'lumki barqaror bo'lmaydi. Birinchi davrada chempionlik uchun kurashgan OKMK ikkinchi davrada ko'plab o'yinlarni boy berdi va 6-o'rin bilan kifoyalandi. Lekin klub o'z yo'nalishidan voz kechmadi. Barcha infratuzilmaga ega bo'lgan futbol akademiyasi ishga tushirildi. Oldin jamoa safida olmaliqliklarni uchratish deyarli imkonsiz bo'lsa, hozir akademiya barqaror izga tushdi va yaqin 3-4 yil ichida konveyer usulida bosh jamoaga iqtidorli yoshlarni yetkazib berish boshlanadi. OKMKda Navbahor, Neftchi, Andijon va Nasaf singari moliyaviy imkoniyatlar yo'q va klub chempion bo'lishi qiyin masala. Lekin jamoa barcha yetakchilarga munosib qarshilik ko'rsata oladi va xuddi bu yildagidek kim chempion bo'lishini aynan OKMK hal qiladi. Navbahor taqdim etilgan imkoniyatlari bilan allaqachon chempion bo'lishi lozim edi. Viloyat hokimi muntazam ravishda jamoaga e'tibor qaratib, yordam ko'rsatib keladi. Shu paytgacha asosiy muammo murabbiylarning tanlanishida bo'ldi. Nomi ko'chib Rossiyadan olib kelingan Andrey Kanchelskis tuzukroq natija qayd etgani yetmaganidek, klubni katta mablag'ga tushirib ketdi. Noma Hasanov bitta mag'lubiyatdan so'ng iste'foga chiqarildi. Samvel Babayanga juda katta imkoniyatlar yaratildi. 2023-yilgi tarkibga qarang. O'tkir Yusupov, Igor Golban, Davronbek Hoshimov, Shahboz Jo'rabekov, Oston O'runov, Jamshid Iskanderov, Jamshid Boltaboyev, Abrorbek Ismoilov, Yovan Jokic, Jasurbek Yaxshiboyev, Asadbek Sobirjonov, Shohruz Norxonov va Temurxo'ja Abduxoliqov. Bu tarkib bilan Navbahor 3-o'rinni qo'lga kiritdi va kubok yarim finalgacha yetib bordi. O'tgan yil navbatdagi yulduzlar xarid qilindi va tarkib yanada kuchaydi. Nomlarga e'tibor qaratamiz. Filip Ivanovich, Farruh Sayfiyev, Azizjon Ahmedov, Rustam Ashurmatov, Siavash Xoqnazari, Odiljon Hamrobekov, Ruslanbek Jiyanov, Toma Tapadadze. Bunga o'tgan yil nomlarini qo'shsak, super yulduzli tarkib kelib chiqadi. Lekin natija yana ko'ngildagidek bo'lmadi va birinchi davradagi so'nggi bahsda Andijondan yirik hisobda mag'lubiyat qabul qilib olingach, Babayan iste'foga chiqarildi. Uning o'rnini Sergey Lushan egalladi. Yakuniy natija chempionatda yana o'sha 3-o'rin bo'ldi. Kubok finalda esa Vodiyning boshqa jamoasi Andijonga imkoniyat boy berildi. Bu yilgi mavsumni ham Jamol Lushan qo'l ostida boshladi, lekin u ham oxirigacha ishlamadi va mavsumni yoshlar murabbiyi Sherzod Jo'rayev yakunlab qo'ydi. Natija esa 7-o'rin. Albatta bu muxlislar orasida katta noroziliklar keltirib chiqardi va viloyat hokimi Navbahor klubi prezidenti Shavkatjon Abdurazzoqov ashaddiy ishqibozlar bilan uchrashuvda keyingi jamoa yana yuqori o'rinlar uchun kurashishini ma'lum qildi. Bu borada darhol katta qadam tashlandi va bosh murabbiy sifatida mamlakatdagi eng iqtidorli mutaxassislardan biri Timur Kapadze bilan shartnoma imzolandi. Albatta namanganliklarni bu qadamini olqishlash kerak. Lekin nazarimizda Kapadze bu bilan katta tavakkalchilikka qo'l urdi. Sababi klubda moliyaviy muammolar muntazam ravishda kuzatiladi. Jamoa sobiq a'zolari bilan o'z vaqtida hisob-kitob qilmaydi va natijada klub doimo transfer taqiqi bosim ostida bo'ladi. Bunday sharoitda eng qiyini murabbiyga bo'ladi. Aytishlaricha, Kapadze ham muzokaralar chog'ida ushbu muammoni ko'targan va hokimdan endi bunday bo'lmasligi borasida kafolat olgan. Yana aytishlaricha, klub rahbarligiga Otabek Samatov qaytayotganmish. Ochig'i, nechinchi martaligiga biz ham adashib ketdik. Lekin nima bo'lganda ham yaxshilikka bo'lsin. Andijon kubokni oldi. Neftchi chempion bo'ldi. Navbat Navbahorga. Sodiqni bu yilgi mavsumni juda yomon boshladi. Birinchi davrada jamoa xavfli zonalarda ham bo'ldi. Davralar oralig'ida 3 ta mahoratli futbolchilar Sardor Rahmonov, Jasurbek Jaloliddinov hamda Ruben Xebayani qo'shilishi jamoa o'yinini yanada kuchaytirdi. Lekin klub o'zini tiklab olishida yetakchi futbolchi Lyubchi Doriyevning hissasi katta bo'ldi. U 16 goli va 9 golli uzatmasi bilan gol plus pas loyihasida birinchi o'rinni egalladi. Ya'ni Sodiqni mavsumda 37 to'p kiritgan bo'lsa, Doriyev ularning 25 tasida bevosita ishtirok etgan. Yil yakuniga ko'ra makedoniyalik futbolchi Superliganing eng yaxshi legioneri so'riniga ham ega chiqdi. Klub Ivan Bochkovichga ishonishda davom etmoqda va bu bizningcha to'g'ri qaror.
Murabbiy jamoani qiyin ahvoldan olib chiqib keta oldi va jizzaxliklar mavsumni 8-o'rinda yakunlashdi. Agar tarkib yanada kuchaytirilsa, jamoa kelasi mavsumda sovrinli o'rinlar uchun ham kurashishi mumkin. Qizilqum yil boshida sobiq bosh murabbiy Nikola Lazarevichni ortga qaytarganda, ko'pchilik jamoa bu yil yuqori o'rinlar uchun kurashishini taxmin qilgan edi. Lekin navoiyliklar mavsumni yomon boshladilar va 11-turga kelib, serbiyalik mutaxassis iste'foga chiqarildi. Uning qo'l ostida Qizilqum 11 uchrashuvda 3 ta g'alaba, 2 durang va 6 mag'lubiyat qayd etgan holda 13-pog'onani egallab turgan edi. Boshqaruv yoshlar jamoasi ustozi Akmal Rustamov o'tdi. Uning qo'l ostida oltin izlovchilar mavsumni 9-o'rinda yakunlashdi. 2 yil avval asosan yoshlardan tashkil topgan Surxon klubi tez orada el og'ziga tushgan edi. 2 Sergey Arslonov va Tokov tandemi boshqaruvida termizliklar mavsumni 6-o'rinda yakunlashgandi. Biroq negadir mavsum yakunlangach, ularning ikkoviga ham chiqish eshiklari ko'rsatildi va jamoaga Fevzi Davletov bosh murabbiy etib tayinlandi. Uning boshqaruvida o'tgan mavsumda uchar turporlar 7-chi, bu yil esa 10-o'rinni egallashdi. Regressning asosiy sabablaridan biri moliyaviy muammolar. Ana shu tufayli birinchi davradan so'ng deyarli barcha legionerlarga javob berib yuborildi. Dmitriy Pletnyov, Jahongir Abdusalomov va Abdug'afur Haydarov singari yetakchi futbolchilar Superliganing boshqa jamoalariga o'tib ketishdi. Mavsum yakuniga kelib, klub jamoa a'zolariga 3 oylik maoshdan qarzi borligi yetmagandek, g'alabalar uchun biror marta ham mukofot puli bermagandi. Mutasaddi tashkilotlar orqali bu qarzlar undirilishi aniq, lekin aynan shu muammo natijaga o'z ta'sirini ko'rsatdi. O'tgan mavsumda o'z tarixida eng yaxshi natijani qayd etib, mamlakat kubogini qo'lga kiritgan Andijonni bu yil tanib bo'lmay qoldi. Birinchidan, seleksiya ishlari qoniqarsiz amalga oshirildi. Jamoa muvaffaqiyatiga munosib hissa qo'shgan Eldor Mamadkazin, Vladimir Bubanya va Farhod Bekmurodov singari yetakchilarga javob berib yuborildi. Ular o'rniga esa munosiblar olinmadi. Kubok finalining Andijonga berilishi burgutlar ushbu mavsum ham kubokni qo'lga kiritishlari uchun yaxshi imkoniyat hosil qilgandi. Lekin aynan kubokda jamoa o'ta muvaffaqiyatsiz qatnashdi. Guruhning ilk bahsida o'z maydonida Surxonga mag'lub bo'lgan andijonliklar keyingi turda birinchi liga vakili Lochindan ham yengildilar va yakunda guruhni so'nggi o'rinda yakunladilar. Bu mag'lubiyatlar bosh murabbiy Aleksandr Xamikovga qimmatga tushdi va u may oyining boshida iste'foga chiqarildi. Vaqtincha shoh vazifasini bajarish uning yordamchisi Artur Petrosyanga yuklatildi. Uning rahbarligida jamoa bitta o'yin o'tkazdi va unda ham mag'lub bo'ldi. So'ngra jamoani Maksim Shatskiy qabul qilib oldi. Tarkib borasida keskin o'zgarishlar kuzatildi. Klubni Valijon Rahimov, Iskandar Shaqulov, Rustam Turdimurodov, shuningdek Luka Uskokovich, Miyamir Yurichkovich, Mirzat Miyanovich hamda Islom Mashkov singari legionerlar tark etishdi. Ular o'rniga Erjon Tokatayev, Sunatulloh Hamidjonov, Shahzod Azmiddinov, Said Umarxon Said Nurlayev, Otabek Jo'raqo'ziyev va Muhammadali Usmonov, shuningdek Ismoil Akinade hamda Kristian Novik singari legionerlar qo'shildi. Andijonga ikkita front O'chila va Superligada o'ynash og'irlik qildi. O'chila 2 musobaqasida birorta g'alaba qozona olmagan burgutlar Superligada ham xavfli zonaga tushib qolishdi va 18-noyabr kuni Shatskiyga ham chiqish eshiklari ko'rsatildi. Chempionatni uning yordamchisi Akmal Shorahmedov yakunlab qo'yishi belgilandi. Ammo u ham Superligada bitta o'yin o'tkazishga ulgurdi. Uning boshqaruvida andijonliklar Xorazmni mag'lub etishlariga qaramasdan klubga Samvel Babayan bosh etib tayinlandi va Shorahmedov narsalarni yig'ishtirib Andijonni tark etdi. Bunyodkor bilan so'nggi turda jamoani Elyorbek Rahmatullayev va Orif Mamadkazin juftligi boshlab tushdi. Shu tariqa Babayanni ham qo'shadigan bo'lsak, ushbu mavsumda Andijon jamoasini 7 nafar murabbiy boshqardi va bu borada rekord o'rnatildi. Burgutlar so'nggi turdagi g'alaba evaziga play-off o'yinlaridan qutulib qolishdi. Andijon bosh murabbiylik uchun Samvel Babayan tanlangani ochig'i ko'p savollarni keltirib chiqardi. O'tgan yil ana Andijondan yirik hisobda mag'lubiyat qabul qilib olingach, u Navbahordan iste'foga chiqarilgandi. So'ngra yordamchisi Grigoriy Kolosovskiy bilan cho'kayotgan Metallurgni qutqarishga shoshildi. Lekin buni iloji bo'lmagach, oxirigacha kutishmadi va Bekobodni tashlab poytaxtga kelishdi hamda Lokomotivni qabul qilib olishdi. Lekin aynan ular boshqaruvida temir yo'lchilar so'nggi o'rinni egallab Pro Ligaga tushib ketishdi. Ana shu murabbiy kelasi yil mavsumda o'z oldiga chempionlikni maqsad qilgan Andijonni qabul qilib oldi. Ochig'i, har qanday holatda ham klub rahbarlarini ishontira oladigan Samvel Vichislavichga qoyil qolish kerak. Bu hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Navbahor chempionlik uchun ajratilgan milliardlab pullar havoga sovurilgandi. Endi pullarni sovurish navbati Andijonga kelganga o'xshaydi. Agar reja amalga oshsa, xo'p. Oshmasa-chi? Ana shu savol ochiqligicha qoldi. Pro Ligaga chiqqan 5 klub orasida faqat Qo'qon 1912 jamoasi o'z stadioniga ega edi. Klub yaxshi niyat qilib stadion ta'mirini jamoa hali Pro Liga vaqtida boshlagan va elita musobaqasi startiga qo'qonliklar qadrdon o'yingohni o'tkazishdi.
Shunqorlar Superligani yomon boshlashmadi, lekin ma'lum vaqtdan so'ng moliya masalalarida muammolar boshlandi. Futbolchilarga maosh va mukofot pullari o'z vaqtida berilmadi. Bu esa natijaga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Mavsum yakunida jamoa xavfli zona dedi, lekin play-off ishtirokchisiga aylanmaslik uchun qattiq harakat qilindi. Olmaliqda zafar quchgan qo'qonliklar keyin Samarqandda ham ochko olishga muvaffaq bo'lishdi. Uyda Navbahorni mag'lub etib, Paxtakor bilan durang qayd etishdi. Bu jamoa quyi-ligiga tushib ketmasligi lozim edi va shunday bo'ldi ham. Play-off bahsida Xorazmni penaltilar seriyasida mag'lub etgan qo'qonliklar Superligadagi o'z o'rinlarini saqlab qolishdi. Mavsum nihoyasida Farg'ona viloyat hokimi Qo'qon 1912 jamoasi bilan uchrashib, keyingi yil klubda moliyaviy muammolar bo'lmasligini va'da qildi va jamoa oldiga sovrindorlar qatoridan joy olish vazifasini qo'ydi. Agar bu rost bo'lsa, demak keyingi yil biz yana bir jangovar jamoani o'yinlarini kuzatamiz. Bu yil ikkita jamoa o'z stadionida o'ynamadi, Paxtakor va Mash'al. Lekin Paxtakor poytaxtdan tashqariga chiqmay, raqibini o'z stadionidan 2 qadam naridagi jarda qabul qilgan bo'lsa, muborakliklar butun mavsum davomida sarson bo'ldilar. Ular uy uchrashuvlarini o'tkazish uchun Olmaliq va G'uzorni tanladilar. Shuningdek, So'g'diyona va Surxonni raqib maydonida qabul qildilar. Play-off uchrashuvini ham Qarshida o'tkazdilar. Albatta bu natijaga ta'sir etmasdan qolmadi. Mavsum yakunida muborakliklar play-off bahsida Buxoroni penaltilar seriyasida mag'lub etib, Superligadagi o'rnini saqlab qoldilar. Ushbu yutuq bilan jamoani Muborak shahri hokimi G'olib Murodov shaxsini tabrikladi. Agar hokim Muborakdagi Bahrom Vafoyev stadionini ta'mirlashda ham yordam qo'lini cho'zsa, keyingi mavsumda Mash'al yuqori natijalar uchun kurashishi mumkin. Buxoro 2 yil oldin Pro Ligaga tushib ketsa-da, bosh murabbiy Ulug'bek Bakayev klubni tark etmadi va jamoani keyingi yilning o'zida yana Superligaga qaytardi. O'z stadioniga ega bo'lgan klubning elitida kuchlilar bilan raqobatlashishi qiyin edi. Lekin jamoa shunga yarasha ochkolar to'playotgan edi. Jumladan, Kubok musobaqasida guruhdan chiqib, Olmaliqda bo'lib o'tgan nimchorak finalda mezbonlarni mag'lub etishni uddalagandi. Lekin nimadir bo'ldi va avgustga kelib Bakayev bilan shartnoma bekor qilindi. Jamoani vaqtincha Viktor Karpenko boshqarib turdi va Kubok finalda poytaxtdagi Bunyodkorni mag'lub etib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Shundan so'ng jamoani Aleksandr Xambikov qabul qilib oldi. U boshchiligidagi jamoa yarim finalda So'g'diyona ustidan zafar quchib, final ishtirokchisiga aylandi. Finalda esa Paxtakor bilan teng-teng kurashdi va yagona gol evaziga mag'lub bo'ldi. Biroq Superligada buxoroliklar bo'sh ishtirok etishdi va yakunda play-off ishtirokchisiga aylanishdi. Safarda penaltilar seriyasida Mash'alga yutqizgan Buxoro endi ikkinchi bosqichda Xorazmni qabul qiladi va g'alaba qozonsa, Superligadagi o'rnini saqlab qoladi. Mag'lub bo'lsa, Nukusga borib Aral bilan o'tish o'yinida maydonga tushadi. Xorazm tasodif tufayli Superligaga chiqib qolganidan muxlislarning xabari bor. Metaldurg musobaqada ishtirok etishdan bosh tortgandan so'ng uning elitadagi o'rni Xorazmga berilgan edi. Bu chempionat boshlanishidan oldin sodir bo'lgani sababli urganchliklar mavsumga munosib tayyorgarlik ko'ra olmadilar va seleksiya borasida ancha kechikdilar. Shunga qaramasdan turporlar mavsumni yaxshi boshladilar va ma'lum vaqt peshqadamlar safida ham joy oldilar. Lekin sekin-asta natijalar yomonlasha boshladi. Yakunda 15-o'rinni egallagan Xorazm play-off ishtirokchisiga aylandi va bu bosqichda Qo'qonni maydon egalari bilan kuch sinashdi. Penaltilar seriyasida omad urganchliklaridan yuz o'girdi va endi ular Superligadagi o'rnini saqlab qolish uchun 10-dekabr kuni Buxoroda maydon egalari bilan kurash olib boradilar. Pro Ligadan chiqqan Sho'rtan Superligada mavsumni ko'ngildagidek o'tkazmadi va boshdanoq autsayderlar qatoridan joy oldi. 8-turda o'z maydonida Dinamodan 1-3 hisobida mag'lubiyat qabul qilib olingandan so'ng bosh murabbiy Anvar Berdiyev iste'foga chiqarildi va uning o'rnini yordamchisi Eldor Moyliyev egalladi. Biroq u ham vaziyatni o'zgartira olmadi. 23-turda yana Dinamodan mag'lub qilib olingach, unga ham chiqish eshiklari ko'rsatildi. Chempionatni bo'rilar Asror Aliqulov boshchiligida yakunladilar. Lekin tajribali mutaxassis ham jamoani qutqara olmadi va Sho'rtan Superligada so'nggi o'rinni egallab, to'g'ridan-to'g'ri quyi ligaga tushib ketdi. Mana aziz futbol muxlislari, ko'rsatuvimizning ushbu mavsumdagi so'nggi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi yil bizni ajoyib musobaqalar kutmoqda. Superligada tasavvur qiling, bir tomondan Timur Kapadze rahbarligidagi Navbahor, Samvel Babayan boshqaruvidagi Andijon, Islom Ismoilov qo'l ostidagi Neftchi klublari oltin medallar uchun jang olib boradilar. Ular o'rtasiga o'zaro vodiy derbilarini esa tasavvur qilishning o'zi qiyin. Ikkinchi tomondan esa Ro'ziqul Berdiyev rahbarligidagi Nasaf, Kamoliddin Tojiyev boshchiligidagi Paxtakor hamda Vadim Abram qo'l ostidagi Dinamo jamoalari ham oltin medallar uchun kurashadilar. Mirjalol Qosimovning Okamkasi, shuningdek Ivan Boshkovichning So'g'diyonasi ham bir chetda tomoshabin bo'lib turmaydi. Yozda esa tarixiy voqea. O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokini kuzatamiz.
Biz o'sha paytlarda Abduqodir Husanovning Krishtianu Ronaldoni qanday zararsizlantirganligini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kuzda esa olovli darajada yakunlanayotgan Superligaga guvoh bo'lamiz. Nasib qilsa sizlar bilan endi keyingi fevral oyida diydorlashamiz. Ungacha xayr, doimo sog' bo'ling.